Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada sıdağa görüyoruz. Washington'da sözleyimiz. Bugün çislağa vatandaş. 2023 yıl 7. ayının 26. günü. Hafta çarşamba vatandaş. Bugün sizlerge ettiği vaziyetimiz Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Joe Biden hükümeti Ukrayna'na davamlıq devlet müdafiəsiga ait ilgari qurallar, harbiy qural yaraq bilan ta'minlaydigan bo'ldi. Xabarda shunday deyildi. Ikkinchidan, hozir Ukraina Rossiya armiyasi besib olgan janub va sharq taraflarda qaytarma hujumni davamlaştırıvatıdı vatandaş. Aldığın kunlarda 2 gün burundan evvelide adamsız aeroplan Moskova hücum kılgan edi vatandaş. Az Ukrayna'nın umum ahvali şu. Endi Cungo'ya qaytıp gelsek, növbette Tashqi ishlar ministeri Çingan Xalq Vakillar Qurultayı tarafidan amalidan qoldirildi. Onun ornuğa yana kona minister Wang Yi Tashqi ishlar ministeri bo'ldi. Bu ishlar hozir davlatning ichki qismidan olqib chet elga, tashqi dunyodagi davlatlarga, munosabatlarga bog'liq bo'ldi. Vatandash shundan qaraganda hisobda hozir Jungo bilan tashqi davlatlar, ikkinchi bir davlatning diplomatiya ishlarida jiddiylik ko'rilishi mumkin deyishga bo'ladi. Ondan Jon'dan xeynan ziddiyetleri bugünkü alametlerden qarısanız, Sabık minister ve növbetki minister, Tashqi ishlar ministeri Wang Yi bilan Çingan o'tirisidagi amalidan qoldirilgan Tashqi ishlar ministeri Çingan o'tirisidagi ziddiyet bo'lib, shuningga markazlashdi, ifodalandi. To'g'ri betlari buni yeniden hazır eğiz gelişe başladı vatandaşa. Bugünkü vaziyet ana şu. Anadan keyin keladiganimiz Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi bir qonun loyiha ma'qulladi. Buning mavzusi mundaq vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi Tayvan Xalqaro ittifoqlik qonuni ma'qullab Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 27-58. numaralı kararı berip çetelediğin Tayvan'ın vekillik hukuku ve ilgilik hukuku doğrusu da enikleme verdi. Mavzulu haber 7. ayının 26. günü Amerika Avaz'dan Xitay Tili programımız ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Washington, Amerika Devlet Meclisi Avam Palatası 7. ayının 25. günü ağzaki ifade bildiriş şeklinde Tayvan'a münasebetlik Jungo'nun Tayvan yetim kaldırı siyasetiga qarşı turadigan qonun loyiha ma'qulladi. Qonun loyihada 1971 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'da ma'qullangan 27-58. numaralı kararnamada Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin vekillik ornu Jungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'da birden-bir kanunluk vekili ekanligi. Lekin bunun Tayvan'ın Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekillik ornuga çetilmaydiganligi to'g'risi da hem Cumhur Halk Cumhuriyeti bilan Tayvan'ın münasebetiga her qandaq meydan qo'llanilmaganligi to'g'risi da cümleden Tayvan'ın egelik hukukiga bog'liq her qandaq bayonotlarga chetilmaydiganligi to'g'risi da aniqlama berdi. 17-76 deb numar qo'yilgan Tayvan Xalqaro ittifoqlik qonuni Virginia shtati Demokratlar Partisi mensubi Avam Palata a'zosi Gerald
Geraldi Connelly. Avam Palata asası Geraldi Connelly bu yıl 2. ayda oturup koygan partiya guruhlardan alqıgan kanunlayaydı. Tayvan Xalqaro İttifaqlı kanun layihasi 2019 yılı ma'qullangan Tayvan ittifaqdoshlarının xalqaro kapolati ve tashabbusni kuchaytirish qonuni orqali Jungoning xalqaro tashkilotlarda Tayvanga egilik huquqimiz bor deb e'lon qilishlariga zarba berishni maqsad qilgan bu qonun loyihaga yana bir qatim o'zgartirish kirgizishni maqsad qiladi. Bu qonun qisqartirilib ingliz tilida TIP qonuni, ya'ni TIP Action deb atalgandi. 2020 yil 3 oyda Prezident Trump imza qo'yib, sobiq Prezident Trump imza qo'yib, qonun loyiha rasmiy qonunga aylangan edi. Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Avam Palatama iki kanun işkinesi cuma. Birisi Prezident Trump devrideki, yani birisi bugün Prezident Joe Biden devrideki kanun cuma, kanun layihı vatandaş. Kanuna aylangan edi. Cumhuriyetçiler Partisi mensubi Avam Palata azası Andy Barr mundaq ko'rsatdi. Tayvan Amerikanın eng muhim sheriki. Növbetli Jungo Kompartiyasının hayva qilib, qistab kelishiga duch keldi. Eng belgilik misal shuki, Jungo Kompartiyasi Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2758 numaralı kararını kontrol qilib oldi. Yoki boshqarish doirasiga kelib oldi. Yoki mashg'ulot doirasiga kelib oldi. Yoki qalaymakan tushuntirib, qalaymakan ish eltishga boshladi. Bu aynı vaqtdagi qarar 1971 yildagi qarar. Andy Barr mundaq ko'rsatdi. Avam Palata a'zosi 1971 yili ma'qullangan Birleşken Devletler Teşkilatı'da ma'qullangan bu qararda Junxo Xalq Cumhuriyetining Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vakillik o'rni e'tirof qilindi. Lekin bu qarar nomida Tayvanning Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vakillik huquqi ve egilik huquqi to'g'risida eg'iz echilmadi. Tilga elinmadi. Jungo bu qarar nomini qalaymakan ishiltib, qurol qilib olib, Tayvanning xalqaro tashkilotlarga qatnashishga to'sqinlik qilib keldi. Demek siz bunu da görüp olursunuz ki Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kararı Junxo Xalq Cumhuriyeti Jungo'nun vekil edip karar ağallığı ki şu vakitte Junxo Xalq Cumhuriyeti'nin burun Jungo'ga vekil bop doğan Gomindan Gomin hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki vekillik ornu yoki egilik huquqi ornu to'g'risida yuqorqi qarar nomida bir eg'iz gap qilinmadi degan so'zni hozir aniqlama berildi. Çünkü Jungo hükümeti şu qarornomani 2758 qarornomani ko'tarib chiqib, Tayvan Jungoning zamini. Tayvanga egilik huquqimiz bor. Tayvan bilan pishmat deb xalqaro jamiyatda faoliyat qilib, masalan xalqaro yani Birleşken Devletler Teşkilatı'ga münasebetlik organlar yani başka jamiyatlarga Tayvanning qatnashini rad qilib keldi. Masalan, ko'proq uchraydigini Dünya Sayya Tashkiloti qatnashni Jungo orqa-orqadan rad qilib keldi. Mana shu sababdan bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Avam Palatasi qonun loyiha ma'qullab bu tarix aniqlama berdi. Demakchi Jungo vakillik o'rni deb qaror elindi Birleşken Devletler Teşkilatı'da. Lekin Tayvan undaq edi yoki mundaq edi degan gap eg'izga chiqmadi. Shuni bu qonun loyiha yoki qonundan qarornomidan 57 qarornomidan foydalanib Jungo 2758 qarornomidan foydalanib Jungo Tayvan to'g'risida qalaymakan harakat qilmasi kerak. Shuning uchun biz bu qonun davlat majlisida ma'qulladik deydi vatandoshi.